Do'stlar, bugun tunda futbol olami larzaga keladi. Yevropa Chempionlar Ligasining qirollik jangi. Myunxenning Bavariyasi o'z maydonida Real Madridni qabul qiladi. Birinchi o'yindagi 2-1 hisobidagi g'alabadan so'ng nemis mashinasi yarim finalga yaqinroq ko'rinmoqda. Ammo raqib Real Madrid, buni unutmaslik kerak. Myunxenliklar mehmonda ajoyib o'yin ko'rsatishdi. Ammo Santiago Bernabeuda nimalar bo'lishini barchamiz yaxshi bilamiz. Real necha marotaba bunday qiyin vaziyatlardan chiqib ketgan. Vinicius va Rodrigo yana mo'jiza ko'rsata oladimi? Yoki Bavariya o'z ustunligini oxirigacha saqlab qolib, yarim finalda PSJga raqib bo'ladimi? Buni albatta vaqt va o'yin ko'rsatadi. Bukmekerlar va ekspertlar ikkiga bo'lingan. Kimdir Realning tajribasiga ishonsa, kimdir myunxenliklarning tartibli o'yinini ustun ko'rmoqda. Menimcha bugun haqiqiy gollar shousini ko'ramiz. Ajab emas. Sizningcha bugun kim yarim finalga chiqadi? Realmi yoki Bavariya? O'z fikringizni izohlar bo'limiga yozib qoldiring. Do'stlar, bizning chiqarayotgan kontentlarimiz sizlarga ma'qul kelayotgan bo'lsa, bizning kanalimizga obuna bo'ling va like bosishni unutmang. Omad siz va bizni aslo tark etmasin. Salomat bo'ling.